Beshariqlik jahon va xalqaro maydonlarda zafar quchgan sportchilar. Shahin Yigitalieva 2008-yil Rabqon qishlog'ida tavallud topgan. Para-Osiyo o'yinlari g'olibasi va rekordchisi. Paralimpiya o'yinlari kumush medal sohibasi. Azizbek Rahmonov boks bo'yicha yoshlar o'rtasida birinchi jahon chempioni. Ko'plab nufuzli xalqaro turnirlar g'olibi. Shohjahon Ergashev havaskor boksda O'zbekiston chempioni. Hozirgi kunda professional boksda o'z faoliyatini olib bormoqda. Doston Bozorov Beshariq tumani Olmazor mahallasida tavallud topgan. Erkin kurash bo'yicha O'zbekiston chempioni. Aralash jang san'ati ustasi, MMA hamda UFC jangchisi, Oktagon liga chempioni. Azizbek Abdulhabibov para kanoe bo'yicha Osiyo o'yinlari g'olibi, jahon chempionati g'olibi sovrindori, 2 karra para olimpiya o'yinlari ishtirokchisi.